Xo'p, mutaxassislar qismiga o'tadigan bo'lsak, mutaxassislarni mana hozir mana test mutaxassislari bor. Kelinglar qanday qo'shiladi? Mana добавить специалистni bossak, deylik, mana test deb ochishimiz mumkin va mutaxassisligini kiritishimiz mumkin. Bu ham stomatolog deylik. Uni rasmini kiritamiz, xuddi mana rasm borda va uni telefon raqamini kiritamiz. Telefon raqamidan so'ng esa Telegram ID'sini kiritishimiz mumkin mana bunday qilib. Va saqlanib bosamiz mana. Mana test yordam qo'shildi bizga. Uni endi ish vaqtlarini to'g'rilashimiz kerak. Ish vaqtlarini to'g'rilash uchun test degani ko'karib turibdi mana. Ustiga bossak, mana uni ish vaqtlarini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda ish vaqtlari va xizmatlari. Deylik, stomatolog bo'ladigan bo'lsa, stomatologni plomba qo'yish mumkin. Deylik, mana plomba qo'yish. Deylik, narxi necha pul? 350 ming so'm masalan. Qancha vaqt ketadi plomba qo'yishga? 40 minut ketadi masalan. Birinchi soat va minut. Masalan, bu yerda 40 soat bo'ldi hozir. Buni 0 qilamiz, mana bu yerda 40 qo'yamiz. Shunga e'tibor berasizlar. Saqlanib bosamiz. Deylik, uni winner qo'yadi bu odam. Masalan, necha pul? 1 million so'm qo'yadi winnerlarni. Qancha vaqt ketadi bunga? 2 soat ketadi mana. Bo'ldi, saqlanib qildik. Mana ikkita xizmatni qo'shdik. Buni narxlarini, vaqtini, nomini o'zgartirish kerak bo'lsa, redaktorga bosamiz. O'chirish kerak bo'lsa, redaktorga bosamiz. Endi ish vaqtlarini to'g'rilaymiz. Mana ish vaqtlari u qaysi kunlar ishlaydi. Redaktorni bosamiz, kunlarni tanlaymiz. Ish kunlari qaysi kunlar kelsa, ish o'sha kunlar tanlanadi. Masalan, buni bo'lishi mumkin. Va uni ish vaqtlarini kiritamiz. Deylik, soat 10 dan nechigacha ishlaydi? 19 gacha ishlaydi mana. Va saqlanib bosamiz mana. Nima uchun saqlanib qilmadi? Chunki biz kunlarni belgilab chiqmadik, vaqtlarini. Deylik, bu ham 10 19 mana. Deylik, vaqtni e'lon qilamiz. Mana 2 kun belgiladim va saqlanib bosaman. Mana qo'shildi. Dam olish kunlarini qo'shishimiz mumkin. Masalan, deylik, 8-martga dam oladilar. Kelmaydi. Xo'p, ish vaqtini tugashini polniy выходной qilamiz mana. Saqlanib. To'liq o'sha kun dam oladi. Deylik, bu kishi bizdan 5 kun javob oldi. 5 kunni biz nima qilamiz? Qaysi kunlar deylik, masalan, u kishi 17-martdan 21-martgacha kelmaydi. Har bitta kunni tanlab, polniy выходной qilib qo'shib chiqamiz. Mana 17, 2018 ni tanlaymiz. Chunki shunday qilinadi. Polniy выходной. Mana уже kunlar belgilandi. O'zgartirish kerak bo'lsa, redaktorga bosamiz. Mana keyin bitishga qo'yib, vaqtni tanlab ketaveramiz. Menimcha tushunarli bo'ldi. Bu qismda odzivlar qismi, ya'ni mijozlar bot orqali bizga odziv qoldirsa, shu yerda ko'rinib turadi. Hozircha yo'q. Xizmatlarni menimcha tushunib oldik. Endi orqaga qaytamiz mana. Har bitta kishining ma'lumotini o'zgartirish kerak bo'lsa, mana redaktorga bosib, almashtirib chiqsa bo'ladi. Rasmlargacha qo'ysa bo'ladi. Rasm formati JPEG, PNG, web bo'lishi kerak va 400 ga 400 bo'lishi kerak. Mana bu holatda turishi uchun. Xohlagan ichiga kirib, almashtirib chiqishimiz mumkin. Endi